xotira aziz, qadr muqaddas tadbirini juda chiroyli tarzda o'tkazdik. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad vatanimiz ravnaqi yo'lida, yoshlarimizni ilmiy yo'lida mehnat qilib, fidoyikasini ko'rsatgan aziz ustozlarimizni xotirlab, ularning umr yo'llari, ularning ibrat yo'llarini o'quvchi yoshlarga namuna sifatida ko'rsata oldik deb o'ylayman. Xotira aziz, xotira muqaddas ekan, millat doim barhayot bo'ladi. Bugun maktabimizda 9-may munosabati bilan katta tadbir o'tkazilmoqda. Unda bizning maktabimizda oldin tahsil bergan, dars o'tgan ustozlar va ularning oila a'zolari ham taklif qilingan. Aslida ustoz nafaqat insonga, balki butun jamiyatga dars beradigan, butun jamiyatni tarbiyalovchi shaxsdir. Bizning har bir yutuqlarimiz ortida ularning mashaqqatli mehnati, sabr-toqati mujassamdir. Shu o'rinda mening ustozlarim ham juda ham mahoratli, fidoyi, tajribali, mehribon ustozlardir. Shu sababli hozirda 10-sinf o'quvchisi bo'lishimga qaramay 189 ballni naqd qilib qo'yganman. Men bunday ustozlar qo'lida tahsil olayotganimdan faxrlanaman va kelajakda albatta men ham ularga o'xshagan fidoyi, mehribon, aqlli ustoz bo'lmoqchiman. 9-may xotira va qadrlash kunini yuksak hurmat bilan nishonlamoqdamiz. Bu sana biz uchun nafaqat tarixni eslash, balki inson qadrini ulug'lash va tinchlikning bebaho ne'mat ekanini chuqur his qilish kunidir. Bugungi kunda biz erkin va osoyishta hayot kechirayotgan bo'lsak, bunda ota-bobolarimizning mardonavor kurashi va fidoyiligi katta hissa qo'shadi. Ular bizga nafaqat tinchlikni, balki vatanga bo'lgan sadoqat, matonat va fidoyilikni meros qilib qoldirishgan.